hozirgi fikrimdan keyin juda katta heyt keladi menga. Mayli heytlarga o'rganib qolganman, lekin Gold o'sha Shahzod bilan biz yaxshimiz, aka-ukadek salomatligimiz ham zo'r. Lekin misol mendan 1-2 yosh katta bo'lsa ham, unda aka deb gapiraman. Aka, hozir bu bo'y kerak emas. Ayni paytda hozir sizga bu bo'y kerak emas. Sababi ozgina bo'lsa ham hozir To'xtar kuchliroq. Bilasizmi nima bo'ladi bu jangdan keyin? Hozir Viz 70-80% auditoriya gol turadi deyapti-ku. O'xshamay qoladigan bo'lsa, shu yana bitta o'zbekistonlik tutib qo'ydi To'xtar deb turib, juda ham nima deydi, katta tema bo'lib ketib qolishi mumkin. Shu yana bir 3-4 ta janglar o'tkazib, oxirgi janglarda ustida ishlab, dixalkan ustida ko'proq ishlab, keyin o'sha qo'llarni otayotganda yuzni ochib qo'ymaslikda ishlab, chunki texnichniy boyesi juda ham To'xtar. Bu meni fikrim. Любой ko'rgan sportsmen, ay krasavchik deydi gapirgan gapim, lekin ko'rgan odamlar hozir pastda negativ fikrlar boshqa bildirishi tabiiy, lekin hozir bu jang kerak emas. Faqat bir 2-3 ta jangni mushni o'tkazib, nima deydi, odam o'ziga uverin bo'lishi kerak deb o'ylayman.